Muhtaram Shavkat Miromonovich, qisqaroq qilib o'z murojaatimni sizga havola qilaman. Men murojaatimning asosiy maqsadim adolatni tiklash. Men o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, noqonuniy tarzda ayblanganligim, sudlarda o'sha dalillar xolisona tekshirilmagani, xolisona huquq baho berilmagani yuzasidan Oliy sudni birinchi muomalaga qadar barcha instansiyalarda hammasida bo'lib o'tdim. Hozirgi kunda endi yagona deydimi, oxirgi instansiyam bu Oliy sudni raisini qabulida bo'lib qoldi. Oliy sudni raisining qabuliga kirib, o'sha holatni oldingi instansiya sudlarida birinchi muomalada qanday dalillarni keltirib, dalil hujjatlarni taqdim qilgan bo'lsak, xuddi shunday taqdim qilamiz. Lekin demak, Oliy sudgacha shuncha barcha instansiyalarda ko'rish uchun asos yo'q deb rad etilganmi? Oliy sud raisida ham shunday rad etilish ehtimoli juda yuqori. Shuning uchun aynan sizdan yordam so'rayapman. Chunki mening qo'limda dalil hujjatlar hammasi mavjud. Haqiqatan noqonuniy tarzda qonunga zid O'zbekiston Respublikasini qonunlari konstitutsiya qo'pol ravishda buzilganligi, Jinoyat protsessual kodeksidagi mening huquqlarim qo'pol ravishda buzilganlarini isbotlab beruvchi barcha dalillar mavjud. Bundan tashqari o'sha tergov jarayonida noqonuniy tarzda jinoyatchini jabrlanuvchi deb e'tirof etilganini ham isbotlovchi dalil hujjatlar mavjud. Bugungi kunda mening qo'limda 3000 donadan ortiq hujjatlar, ariza va javoblar mavjud. O'zbegimizda bir yaxshi maqol bor. Adolat sinmaydi, egilmaydi, bukilmaydi. Vaqti kelganda tiklanadi degan yaxshi bir maqol bor. Shuning uchun o'sha adolatni tiklash uchun sizni yordamingizga muhtojman. Menga qo'yilgan asosiy ayblov o'sha Angren shahridagi Jo'rayev Rustam, marhum Jo'rayev Rustamga tegishli Transgaz meydan emchish balansida bo'lgan 1 gektar 20 sotix yer maydonini o'sha jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan Umid Xudoyqulov o'g'liga tegishli Imperial Invest emchish balansiga o'tkazib berilmagani, shunga o'tkazib berilaman deb firibgarlik yo'li bilan aldab, uni $40,000 miqdoridagi pullarni olib, o'z ehtiyojlariga ishlatib yubordi deb ayblanganman. Shu ayblov asosida ozodlikdan mahrum qilish jazosini oldim. Bu jazoni o'tab chiqdim bugungi kunda. Bugungi kunda biz Oliy sudning birinchi o'rinbosariga ham o'z shikoyatimiz bilan taftish tartibidagi shikoyatimizda taftish hay'ati, sudlar hay'atida ko'rib chiqish uchun qabulda bo'ldik. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, 2 oydan keyinsiga o'sha dastlabki 2025-yilda Oliy sudning sudyasi Shamsiddinov tomonidan ko'rish uchun asoslar mavjud emas deb taftish tartibida ko'rish rad etilsin deb qabul qilgan ajrimini ilova qilgan javobni oldik. Lekin buni albatta sizga keltirib o'tishim kerak. Chunki nima sababdan holatlar bo'lganligi, chunki o'sha aynan Imperial Invest MCJ bir katta bir jinoiy to'da, bir jinoiy guruh, ular tomonidan juda ko'p jinoyatlar sodir qilingan. O'sha sodir qilingan jinoyatlarni yashirish maqsadida o'sha katta pora deymizmi, manfaatdorlik evaziga o'sha Angren shahar ichki ishlar tergov bo'limi tergovchisi Ulug'bek Hojimurodov tomonidan bu holatda yashirib qolinib, men Rustam Jo'rayevni qurbon qilgan. Asosiy dalillardan o'sha bizlarga qo'yilgan ayblovni noto'g'ri ekanligini, sudda xolisona tekshirilmaganligini hozir men sizga bir bor yo'g'i 4 ta hujjat bilan asoslab beraman, isbotlab beraman.
ya'ni o'sha yerda o'tkazib bermasdan aldab firibgarlik yo'li bilan degan ayblovga mana qo'limda haqiqatdan ham Chirchiq tumanidagi xususiy amaliyot notariusida oldi sotdi qilinganligi, haqiqatdan ham o'sha Transgaz metan emchilik balansidan Imperial Invest balansiga o'tkazib berilgani to'g'risida oldi sotdi shartnomasi mavjud. Bugungi kunda o'sha haqiqatdan o'sha Imperial Invest emchilik balansida nima yer o'sha yo'q unday emasligini aniqlik kiritish uchun himoyachim tomonidan Angren shahar kadastr agentligiga so'rovnoma bilan murojaat qilingan. So'rovnomaga Angren shahar kadastr agentligi bugungi kunda haqiqatdan ham o'sha Chirchiqdagi oldi sotdiga asosan ushbu yer maydoni va binolar o'sha Imperial Invest emchilik balansida ekani to'g'risida kadastr hujjatlarini ham taqdim qilgan. Kadastr hujjatlari ham mavjud. Yanada ham holatga aniqlik kiritish uchun himoyachim tomonidan Angren shahar soliq boshqarmasiga o'sha ayblov xulosasida ko'rsatilgan yoki sud ayblovida ko'rsatilgan 1 gektar 20 sotix yer maydoni bugungi kunda kimni balansida va o'sha yerlar uchun soliq to'lovlari to'lanayotgani, to'lanmayotgani to'g'risida ma'lumot berish so'ragan. O'sha Angren soliq boshqarmasi 2021-yil uchun 51 million so'm soliq to'lanayotganligi, 25-yil 1-iyun holatiga Imperial Invest tomonidan 494 million so'm soliq hisoblanib, shundan 353 million so'm yer solig'i to'langanligi, 12 million so'm mol mulk solig'i to'langani to'g'risida javob xatlarini bergan. Demak, undan tashqari bugungi kunda o'sha go'yoki jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan Umid Xudoyqulov foydasiga mendan 466 million so'm zararni o'ndirish to'g'risida sud qarori ham mavjud. Shu yerda bir savol tug'iladiki, agarda yer o'tkazib berilmagan taqdirdagina, firibgarlik yo'li bilan pulni olgan taqdirdagina o'sha zarar o'ndirish belgilanadi. Lekin bugungi kunda yer haqiqatdan o'tkazib berilgani to'g'risida oldi sotdi shartnoma mavjud. Bugungi kunda o'sha yer va bino Imperial Invest balansida ekani to'g'risida hujjatlar mavjud. Bugungi kunda soliq boshqarmasi tomonidan o'sha yer uchun Imperial Invest 353 million 22-yildan 25-yil uchun soliq to'langanligi, 21-yil uchun 59 million soliq to'langanligi o'z isbotini topgan. Shunday holatda qanday bir yerda firibgarlik jinoyati bo'lishi mumkin degan savol tug'iladi. Shuning uchun aynan shu holatlarga sudlar hayotida baho berilishi kerak. Lekin sudlar hayotida ularni ko'rib chiqish uchun asos yo'q deb rad javobini bermoqda. Muhtaram Shavkat Miromonovich, men sizga so'z berib aytamanki, agarda bu oliy sudlar hayotida ko'rib chiqilsa, o'sha aynan Imperial Invest tomonidan juda ko'p jinoyatlar qilinganligi, davlat mulkini o'zlashtirayotganligi hammasi o'z isbotini topadi. Siz shuning uchun men sizdan murojaat qilib yordam so'rayman. Shu hozir mana shu men tomonidan kiritilayotgan tartibdagi shikoyat arzam oliy sudlar hayotida ko'rib chiqib huquqiy baho berish uchun amaliy yordam berishingizni yoki bo'lmasa ko'rsatma berishingizni so'rayman.